Assalomu alaykum. Mana bugun PowerPoint bo'yicha kurslarimizni birinchi darsi bilan ushbu kursni boshlaymiz. Birinchi navbatda kursimiz maqsadi bilan tanishtirib o'tsam. Ushbu kursimiz oldingi Word va Excel kurslari kabi darsdan avval dastur bilan yaqindan tanishamiz, undagi mavjud imkoniyatlarni, nimalar qilish mumkinligini bilib olib, undan keyin nasib qilsa kurs oxirida bir master klass sifatida bironta yaxshi slayd tayyorlashni ko'rib o'tamiz. Undan keyin yana bitta reja qilib qo'yganman. Mana shu dastur orqali bironta bir animatsion qisqa bir video tayyorlashga harakat qilib ko'ramiz. Bunga yetarlicha imkoniyatlari mavjud dasturni. Kursni boshlashdan oldin ko'pchilik aytishi mumkin, PowerPoint dasturi o'yinchoq dastur, bilan faqatgina slayd yaratsa bo'ladi deyish mumkin, to'g'ri. Shuning uchun ushbu kurs kimga mo'ljallanganini, kimlar uchun asqotishini aytib o'tadigan bo'lsam, ushbu kurs orqali asosan slayd, ya'ni taqdimotlar tayyorlanadi va bu taqdimotlarni agar siz oliy ta'limda yoki maktabda o'qiydigan bo'lsangiz, albatta sizga kerak. Qilgan ishingizni odamlarga vizualni ko'rsatib berishingiz uchun siz taqdimot slayd tayyorlashingiz kerak bo'ladi. O'qituvchi bo'lsangiz ham o'quvchilarga dars o'tishda albatta buni ko'rsatib berishingiz kerak. Siz oddiygina biznesmen bo'lib, o'zingizni qandaydir startap g'oyangizni yoki biznes rejangizni ko'rsatib berishingiz uchun ham PowerPoint dasturidan foydalanishingiz kerak. Demak, ushbu dastur har birimizga kerak bo'lishi mumkin ekan, faqat uni o'zimizga kerakli qismlarini o'rganish va uni ishga qo'llay olishimiz kerak bo'ladi. Oddiygina misol, mana o'qituvchilarga aytib o'tdim. Xushnudbek akanim mana bunday slaydini men ko'rgan edim. PowerPoint yaratilgan bu. Bunda savollar beriladi. Savollarga javobni belgilaysiz. Mana mishka yordamida. Shunday ovozlar chiqadi. Agar xato belgilasangiz, uni ham aytib o'tadi. Shunday narsalarni ham PowerPoint dasturi orqali yaratishimiz mumkin ekan. To'g'risini aytaman, bu dastur bilan ishlash Excel hamda Word dasturlari bilan ishlashga nisbatan ancha qiziqarliroq, chunki buni imkoniyatlari ko'proq va bu dasturda yaratgan mahsulotingiz sifati, uni qiziqarli bo'lishi asosan ko'p jihatlar bilan sizning ijodkorligingizga bog'liq. Buni dars davomida ko'rib o'tasiz, imkoniyatlar bilan yaqindan tanishib o'tganda. Demak, darsimiz amaliy qismiga o'tarkanmiz, birinchi navbatda doimgidek dasturga kirish yo'llarini ko'rib o'tsak. Oldingidek xuddi Excel va Wordga kirib o'tganimizdek 3 xil usulda bu dasturga kirishimiz mumkin. Birinchisi, rabochiy stolda tayyor uni yarlig'i bo'lsa, o'sha orqali yoki puskda uni topish orqali kirishimiz mumkin. Yana bittasi WinR tugmasiga mana bu buyruqni kiritish orqali, OKni bosish orqali ham shu dasturga kirishimiz mumkin. Yana bittasi mishkani o'ng tomonini bosgan holatda Sazdatga kiramiz va bu yerdan prezentatsiya Microsoft PowerPoint tanlash orqali ham dasturga kirishimiz mumkin. Ana endi dastur bilan yaqindan tanishib chiqishni boshlaymiz. Dasturga kiramiz. Birinchi navbatda ko'pchilik tushunmaydigan bir nechta atamalarga izoh berib o'tishim kerak. Demak, boya aytib o'tdim, ushbu dasturda asosan prezentatsiya tayyorlanadi. Prezentatsiya nima? U bir nechta slaydlar majmuasiga prezentatsiya deyiladi. Slaydlar nima? Mana bu har bitta prezentatsiyamizning bir sahifasi slayd deyiladi. Mana o'zi ham yozib qo'ygan, zagolovka slayd deb. Demak, tanishib oldik. Prezentatsiya bu umumiy biz bajargan ishimiz, ya'ni biz bironta prezentatsiya tayyorlasak umumiy bo'ladi. Uni o'zbekchasi taqdimot deyilishi mumkin, lekin taqdimotdan ko'ra prezentatsiyaroq aynan yo'naltirilgan atama deb tushuntirishim mumkin. Slayd esa bu har bitta yaratadigan mana bu sahifalarimiz hisoblanadi. Doimgidek fayl bo'limidan tanishib o'tishimiz kerak edi, lekin ushbu bo'limdagi imkoniyatlar, ushbu bo'limdagi qilish mumkin bo'lgan amallar hammasi Word dasturida o'rganib chiqqanimiz bilan bir xil. Xohlasangiz, mana nastroykalar ham deyarli shunday. Xohlasangiz Word dasturi bo'yicha kursimizning birinchi qismida fayl bo'limi bilan yaqindan tanishishingiz mumkin. Keyin dasturning imkoniyatlari bilan tanishishdan oldin uni tarkibi tuzilishini ko'rsak. Glavniy, vstavka, dizayn, переход, animatsiya, slideshow. Glavniy bo'lim bilan bugun to'liq tanishamiz. Bu ko'rganingizdek Word dasturi bilan bir xil, deyarli bir xil, bitta ikkita o'zgarma jihatlari mumkin. Vstavit esa mana shu slaydlarimizga qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsalarni ko'rib o'tamiz. Bu bo'yicha alohida tanishamiz. Dizayn esa bu umumiy dizayni slaydimizni. Переходda esa mana bu bir nechta slaydlar ketma-ket o'tishini, turli xil effektlar berishimiz mumkin. Animatsiya esa bitta sahifadagi, masalan, ko'rgan bo'lishingiz mumkin, birinchi so'zlar mana birinchi qator birinchi keladi, keyin ikkinchi keladi. Sahifadagi obyektlarning harakatlanishini ta'minlab berishimiz mumkin. Slide showda esa mana shu tayyorlagan slaydimizni
nastroykalarni o'zgartirishimiz mumkin, uni ko'rib chiqishimiz va boshqalar mumkin. Retsenziyada esa buni alohida keyin ko'rsataman, o'zaro solishtirish qo'shimcha jihatlari mavjud. Vidda esa bu hali ko'p jihatlarni aytib o'taman. Vidda oldingidek sozlamalar, uni ko'rinishlarini ko'rib o'tamiz. Ana endi glavniy bo'lim bilan yaqindan tanishib o'tsak. Buffer obmen nimaligi haqida Word darsimizda aytganman. Visit nima, kopировать nima yoki format po obratsiyoni ham aytib o'tganman. Lekin mana bu yerda dublировать degan so'z bor. Ya'ni biz mana chiziqchasiga bosadigan bo'lsak, kopировать o'zi bor, dublировать bor. Dublировать nima? Tasavvur qilamiz, oddiy mana bunga bir sinov tariqasida matn deb yozamiz. Demak, mana bu slaydimiz matn deb yozilgan. Agar buni mana shunday bosib dublировать qilsak, xuddi mana shuni dublировать qiladi. Dublировать degani ikkiga ko'paytirish, ya'ni ikkita bir xil qilib qo'yish. Dubl kadr deydi kino sanoatida, o'shandan kelib chiqilgan. Bundan tashqari, maket bo'limida mana bunday tayyor shablonlar mavjud. Tasavvur qilamiz, mana bizniki slayd. Demak, slayd yaratishni boshlagandekmiz. Endi sal aytib o'tish esimdan chiqibdi. Slayd yaratish uchun boshroqdan ko'rsatib beray, sal adashib ketmasligimiz uchun. Agar sizda bunday holatda boshlanadigan bo'lsa, shunchaki bunga bosasiz. Siz shunchaki mana bu yerdan mana shu shablon bo'yicha tuzishingiz mumkin. Ya'ni bunda zagolovka slayd, bu yerda esa sarlavha ostida slayd deb yozishingiz mumkin. Yoki mana bu yerdan boshqa bir shablonlarni tanlashingiz mumkin. Mana o'zaro solishtiruvchi. Bu eng sodda jihatlari, buni hali ishlatasiz yoki yo'qligini yana bir ko'rib o'tamiz. Mana bu boya aytib o'tganimdek dublировать, ya'ni mavjud slaydni ikkitaga ko'paytirish. Slayd strukturi nima degan? Hozir ko'rsataman. Tasavvur qilamiz, biz Word dasturida o'zimizning slaydimizni ssenariysini tuzganmiz. Ya'ni unda tanishtiruvchi qism bo'ladi, mavzu nomlanishi, rasmi, kirish, muammo haqida. Bu har bitta slaydimizning nomi. Mana shuni yozgan tariqa yozish va uni saqlanib qilamiz Word dasturida. Word dasturidan chiqqan holatda PowerPointga kirib, sozdать slayd strukturaga kiramiz va boyagini tanlaymiz. Mana bu boya yaratganlarimiz. Biz boya ketma-ketlikda qilganlarimiz Word dasturidan to'g'ridan-to'g'ri PowerPointga o'tdi va buni qo'shimcha jihatlarini berish orqali hali slayd bo'limida ko'rsataman. Berish orqali slaydimizni yana ham mukammallashtirishimiz mumkin. Bu sozdать slaydni imkoniyatlari bilan tanishish edi. Mana bu jihat hali kerak bo'lmaydi. Demak, sozdать slaydni ko'rdik. Maketda esa uni turli xil tuzilishini o'zgartirishimiz mumkin. Men ko'pincha maket bo'lim bilan ishlamayman, chunki baribir mana bu foydalangandan ko'ra mustaqil noldan qilganimiz ma'qul. Ana endi razdel bo'limi nima? Tasavvur qilamiz, biz katta bir prezentatsiya tayyorlayapmiz va u bir nechta qismlardan iborat. Masalan, kirish qismi bo'ladi, unda muammoning jihatlari, muammo haqida ma'lumot berasiz. Tanishtiruvlar shunga o'xshash bo'ladi va har bittasi razdel, ya'ni bo'limlarga bo'lingan bo'ladi. Bu qanday qilinadi? Belgilaymiz slaydni, razdel bo'limiga bosib, dabayda razdel qilamiz. Mana, demak 9 ta slaydimiz bitta razdelga bo'lindi. Yoki mana bu joydan boshlab yana bitta razdel qo'yishimiz mumkin. Mana buni bossak yig'iladi, buni bossak yig'iladi. Buni mishkan o'ng tomonni bosib, buni nomini ham o'zgartirishimiz mumkin. Tanishtiruv, keyingisini esa kirish deymiz. Bu ko'pchilik slayd tayyorlashda ishlatmaydi, lekin bu sizga albatta foyda keltiradi. Chunki o'zingiz bilib turasiz, demak, tanishtiruv qismida ikkitagina slayd bor. Shunga qarab vaqtni ham taqsimlashingiz mumkin. Kirish qismi bor. Undan keyin yana slayd yaratish davomida uni kerakli slaydni belgilab, razdelga bosib, dabayda razdel qilib, uni nomini o'zgartirib, mana shunday qilib tartiblab slayd yaratishingiz mumkin. Demak, keyingi qiladigan ishlarimiz, keyin ko'rib o'tadigan jihatlarimiz bu. Keling, matn bilan ishlashni bir ko'rsatib o'taman. Shrift bo'limi, abzas bo'limi bu xuddi Word dasturi bilan bir xil. Word dasturidagi birinchi darsimizni ko'rish orqali bularni bilib olishingiz mumkin. Nima amallar bajarishi, xuddi o'shanday mana shrift kattaytirish, o'zgartirish va hokazo. Lekin buni shunday qismi borki, shriftda qo'shimcha imkoniyati borki, matnni holatini ham o'zgartirishimiz mumkin. Qanday qilib? Hozir bitta namuna bilan ko'rsataman. Mana bitta matn yozib oldik.
Keling, mana shu teparoqda so'zini isbotlaymiz, pastroqda so'zini isbotlab beramiz, ya'ni tashqi ko'rinish jihatidan. Teparoqda so'zini belgilaymiz. Shrift bo'limi mana belgisiga bosamiz. Nastrochniy degani nisbatan yuqoriroqda bo'lishi. Bu foizni berishimiz mumkin, necha foiz yuqorida bo'lishi. OKni bosamiz. Mana shu matnimiz teparoqda bo'ldi. Pastroqdani belgilaymiz. Shrift mana bu belgisiga bosamiz. Подстрочный. Uni ham necha foiz pastroqda bo'lishini belgiladik. Mana. Bu shunchaki shrift bilan qilish mumkin bo'lgan imkoniyatlardan biri edi. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi yoki hisobga olmaydi. Shu orqali boshqa amallarni ham qilishingiz mumkin. O'sha barchasi katta, kichik, bular bo'yicha Word dasturida ko'rsatib o'tganman. Bu uncha muammo tug'dirmaydi. Abzas bo'limi ham shunday. Mana bu bizga ko'proq kerak bo'ladigan. Shuni tushuntirib berishni boshlayman. Buning uchun keling qavatlar haqida tushuntirib o'tay. Ya'ni ruschada sloy deydi. Bu PowerPointda siz Photoshopda ishlashni boshlasangiz ham sloylar bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. AutoCADda ham istalgan dasturda, istalgan murakkab dasturda bu bor. Bu qanday tushuncha? Tasavvur qilamiz, mana bunday shaklni slaydimizga chizib oldik. Endi qatlam tushunchasini sizga tushuntirib bersam, u qanday narsa? Tasavvur qilamiz, mana shu slaydimiz o'zi bir necha qatlamdan iborat. Birinchi qatlamimizda mana bu oppoq fon, ikkinchi qatlamimizda mana yozuvi, keyin mana bu yozuv va oxirida mana bu obyektimiz joylashgan. Mana shu qatlamlar bilan ishlashimiz uchun bizga mana shu kerak bo'ladi. Bunga kirish orqali mana передний plan qilsak, ya'ni belgilangan obyektimiz eng yuqori qismida bo'ladi, ya'ni eng yuqori qatlamda. Задний plan qilsak, eng oxirgi qatlamda bo'ladi. Задний передний, ya'ni ikkinchisidan keyin, uchinchidan orqada degan ma'noda. Mana bu esa orqada joylashish. Bu shunchaki mana shu qatlamlar bilan ishlashimizda kerak. Hali siz o'qishga yoki boshqa jihatlarga slayd tayyorlashingizda, prezentatsiya tayyorlashingizda bu kerak bo'ladi. Bundan tashqari mana bu ishimizni osonlashtiruvchi jihati ham mavjud. Mana bu nima degani? Uni joylashtiruvi, chap burchak markaziga, o'ngga, chap yuqori burchak, o'rtaga, pastki burchak, gorizontal bo'yicha joylashtirishimiz. Bu nimaga kerak? Bizga qachonki ko'z bilan aniqligini aniqlay olmasak, ya'ni mana bu leviy chast, ya'ni chapga maksimal darajada yaqinlashtirib berdi. Shu tariqa boshqa jihatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana vertikal joylashtirib beradi. Bu mana shu belgilagan obyektimizni umumiy slaydga nisbatan joylashuvini belgilashimiz uchun bu kerak. Повернут esa uni 90 gradusga yoki teskarisiga aylantirishimiz uchun kerak bo'ladi. Mana bu oxirida oblast выделения degan narsa, hali biz umumiy bir rasmga o'xshash jihat narsalarni yaratamiz, ya'ni bir nechta obyektlarni birlashtirib bittaga keltiramiz. Ana o'shanda buni ko'rsatib o'taman. Ana endi mana shu obyektni belgilagan holatda obyektni yoki mana orqada qolib ketgan matnni belgilash orqali oldin ko'rib o'tganimizni ko'rsatib o'taman. Ya'ni mana buni o'zi hozir mana ushlab turganimiz bu bir figura, ya'ni bir shakl hisoblanadi. Bunda matn joylashgan. Figuraga mana bu yerdan turli xildagi ranglarni berishimiz mumkin. Hali slayd yaratishni uni batafsil ko'rsataman, shunchaki tanishish uchun buni ko'rsatib o'tishim kerak. Bu esa chegaralari, chegarasi qanday rangda bo'lishi, ya'ni mana shu yon tomonlari. Bu esa o'sha ten turli xil ko'rinishlarni belgilab o'tishimiz uchun kerak bo'ladi. Express stil esa tayyor shablonlar, ya'ni bunda sizga o'sha shaklni rangi bilan shriftni ranglari, shriftni o'lchamlari hammasi berilgan bo'ladi. Bu tayyor shablon, shunchaki foydalanib tahrirlashingiz mumkin. Ana endi mana bu ko'rib o'tganlarimiz, ya'ni ko'rib o'tadiganlarimiz xuddi oldingi Word dasturidagi bilan bir xil. Найти, ya'ni o'sha so'zni topib beradi, bor yo'qligini. O'sha заменить esa o'sha so'zni almashtirib beradi. Yana bitta qiziq jihati bor, bu Word dasturida yo'q. Mana chiziqchaga bossak, zamina shrift degan narsa bor. Bu qachon kerak bo'ladi? Tasavvur qilamiz, bizga slayd yaratishni topshiriq berishdi. Keling, mana bundan boshlaymiz. Demak, biz mavzumiz umumiy slaydimizda shriftlarni foydalandik. New Times Roman shriftdan foydalandik. Masalan, qandaydir matnni kalibrida yozdik. Undan so'ng esa boshqa bir slaydimizda boshqa bir shriftlardan foydalandik. Mana masalan, bironta matnni yozamiz. Unda mana bunday shriftdan foydalaning. Keyin bizga aytishdiki, har bitta slaydlardagi shriftlar
bir xil bo'lsin, ya'ni masalan Arial shrifti bo'lsin. Shriftni keyin har bittasiga kirib siz buni belgilab, Newton